Avvalambor assalomu alaykum. Nurota tumani yangi bino qishlog'i Sodiqov Sirojiddin akamiz xonadonlariga 5 kilovatli quyosh elektr stansiyasini ishga tushirib berdik. Xo'sh, panel Blusun 585 talik 9 ta qo'yildi. Umumiy quvvati 5265 watt. Ko'rishlaringiz mumkin montaj. Xo'sh, hozirgi kunda 4567 watt chiqarib beryapti. Paneldan 4630 watt quvvat kelyapti. Ya'ni bu 85%, 88% ga to'g'ri keladi. Foizga olib oladigan bo'lsak. Shu yerda ko'rishlaringiz mumkin. DC avtomat uzib, bu yog'i AC uchun 380 uchun mana elektr energiya o'zi sotilmoqda. Xo'sh, 4,5 kilovat chiqarib turgan holatda davlatga mana 2,7 kilovat sotmoqda. Ya'ni o'z iste'molidan tashqari 2,7 kilovat elektr energiya sotmoqda. Xo'sh, limiterlarini o'rnatib stanovga qilib berdik. Mana limiter informatsiya olib turish kerak. Panel maksimal quvvatda ishlash uchun. Bu panelimiz old tomonda o'rnatilgan. O'z burchaklarini olib holatda o'rnatib berdik. Mana xonadonimiz egalari Sirojiddin aka. Rahmat ukalarimizga Amir Komil, Dilshod, O'tkir, Olim Qo'llash akani o'g'limi? Rahmat shu bolalarga. 5 kilovatlik o'rnatdi. Mana hozir 1,5 kilovatlik nasos qo'shdim. Xo'sh. Uyda yana xolodilnik bor. Mayda nimalar bor, ishlayapti. Nechiga 220? 270. 270. Hozir men davlatga 2,7 kilovat tok sotyapman. Mana o'zimda iste'molimdan tashqari. Panelim 4,5 kilovat chiqaryapti. Mana panel 4,5 kilovat chiqaryapti hozir. Ukalarimizga rahmat, qo'li dard ko'rmasin. Mana qishlog'imizda panellar soni yana ko'payaversin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat alaykum sizga ham.